Shavot ko'chalarida kutilmagan holda iPhone 16 Pro Max sizlarga bo'lishi mumkin. Buning uchun sizlar obuna bo'lib, videolarimizga like bosib borishlaringiz kerak bo'ladi. iPhone 16 Pro Max deganda 8-martdan yaqinlashib kelyapti. Ayollarimizga bir kichkina savol beracakman. Ayollar, sizlarga 8-mart bayramida gul podarka etgan yaxshimi, pul podarka etgan yaxshimi? Endi podarka deganda ayollarimizni o'ylagan holda Baydar Shopda super aksiya e'lon qilindi. Ya'ni bu yerdagi narsalarni 8-mart munosabati bilan zavod bahosini uyingizga ayollaringizga shu narsalarni sotib olib bersangiz, siz uchun ham yaxshi bo'ladi, oilangiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Obunachilarimiz, bugungi yangiliklar aynan siz uchun. Endi 3-martdan oldin xolodilnik olganlara sabr tilayman. Nima uchun desa, 3-martdan 13-martgacha xolodilniklar baholari ko'rib turganlaringiz kerak bo'lsa, ana shular 9 milliondan 7 million 400 ga tushgan. Ana shunday endi baholari 1 million, 1,5 million, 2 million, ayrimlari 3 milliongacha tushgan. Ina bular hali narx qo'yilmabdi. Bular narx necha edi? 7 million 100 ekan bularning asosiy narxi. Narxini o'zim tushirsam bo'ladimi? Esa xalq hazrasi obunachilar uchun buni narxini esa 5 million 90 etib qo'yamiz. Bo'ladimi? Ina bu xolodilnikning narxini yana so'raganda 5 million 800 ga beraman dedi. Bundan bugun bahosini tushiramiz. 5 million 800 bo'lsa 4 million 200 ga tushiramiz ham yozmay qoldi. Barcha xolodilniklar zavod narxida bo'ladi. Bizlarga foyda kerakmaydi deb turibdi. Faqatgina ayollar bayrami uchun bizlardan hadiya bo'lsin deb turibdi obunachilarimiz. Endi kim televizor olaman deb bilgan bo'lsa, ayni vaqti bo'ladi. Bu televizorlarimizning hammasi zavod narxiga tushib qoldi. Masalan, men ana shu televizorni olaman deb bilgandim, 13 million 200 ming so'm dedi. Hozir esa 9 million 990 ming so'mga tushib qoldi. Gaz plitara umuman ishonmay turgandim. O'zim ko'rib guvohi bo'lib turibman. Zavod narxida zavoddagi bahodan ham arzon bo'lsa kerak. Do'konga kirib kelmasdan oldin 2 ayol kishi gaz plitalarni ko'rib turgan ekan. Nerdan sizlar desa, Gullandan emas dedi. Hop, Gullandan bunday do'kon yo'qmi desa, bizda sal qimmatroq ekan, bu yerda arzon ekan dedi. Haqiqatan ham Baydar Shopni haqiqiy nomer 1 desa bo'laveradi. Bu yerda arzonlanmagan, bahosi tushmagan narsani o'zi yo'q desa ham bo'laveradi. Hammasi bu ayollar sizlar uchun. Ayollarga eng asosiy keraklari mana kir mashin bo'ladi. Masalan, ana shu kir mashin 7 kilolik 5 million 100 ming so'm bo'lsa, hozirgi bahosi 3 million 990 ming so'm obunachilarimiz. Pulingiz yetmasa, yo'qsa pulingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, bir pasport bilan kelsangiz bo'ldi. Bu yerdan liboy bir maishiy texnikani sotib olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga eng keraklisi Baydar Shopning adreslari nerda deb turibsizlar? Adreslari avvalgi Mol bozor ko'chada desa ko'pchilik biladi. Bolisani to'g'risidan kelib kelasizlar. Inobatda Zamaxshariy ko'chasidagi 27-maktabni to'g'risidan kirib kelsangizlar bo'laveradi obunachilarimiz. Asa hammangizni Baydar Shopda kutib qolamiz.